Okay, this video is gonna be in Uzbek language. Nima uchun qabrlarni ziyorat qilib turish kerak? And even though I don't think I'm the one to talk about this kind of topics, as you know, our people are kind of close-minded about that kind of stuff, especially when you are not wearing like hijab stuff. And like I was reading this book, Mayit Uchun Yaxshi Amallar, because I had this dream where I saw my grandfather. He basically raised me since I was like really young age, and he passed away when I was in seventh grade. When I was in ninth grade, and after 2 days, his death day is going to come up, and in my dream he was like really sad, and I know it's because I kind of stopped praying and other stuff, so I had to learn more information about religion, about dead people, about what kind of stuff we have to do in order for them to rest in peace. And then I figured out I have to start praying again. I have to learn more about religion. I have to learn more like surah, and I have to learn Arabic language also. I have to memorize Quran and do like a lot of stuff. Yeah, I was going to talk about nima uchun qabrlarni ziyorat qilib turish kerak. Har birimizning atrofimizda 99 ta o'limning tig'i bo'lar ekan, ya'ni yashayotgan mahalimizda, yashayotgan umr bo'yi 99 ta tig'dan o'tamiz ekan o'limning. Agar 99 ta tig'dan ham o'ta olsak, keksalik bizni olib ketadi. Ya'ni o'lim haq, har birimiz o'lamiz, bilamiz. Keyin qabrlarga borsak, o'lgan insonlarni ziyorat qilsak, o'shalarni ko'ramiz. Ya'ni har birimizning bir kun o'lishimizni, har birimiz o'sha joyga kirib yotishimizni bir kun. Keyin bu narsa qalbimizni yumshatadi, yig'laymiz. Yig'lash esa yaxshi. Ko'z uchun ham, qalb uchun ham yaxshi. Shuning uchun qabrlarni ziyorat qilib turish kerak deb o'ylayman. Keyin qaysi kunlari qabrlarni ziyorat qilib turish kerak degan joyi ham bor ekan. Buni birinchi marta o'qishim. Dushanba, payshanba, seshanba, chorshanba yozilgan. And for girls, you cannot visit that time of the month because you have to be clean when you're visiting. Keyin oldin eshitgandim ayollarga mumkin emas degan joyni, lekin bu kitobda unaqa joyi yozilmagan. Like you can visit even if you are a woman. You just have to like be clean, tahorat olib borish kerak degan joyi ham bor. Qabrlar, keyin o'sha joyda yotgan odamga salom bersangiz, ular sizdan alik olishadi. Ya'ni ular bizni ko'rib turishadi. Ular barzax degan dunyoga ketishgan bo'ladi. Barzax dunyosi bu o'rta dunyo, ya'ni hozir biz yashab turgan dunyomiz bor, keyin oxirgi zamonda boradigan dunyomiz bor. Keyin o'rtadagi devor bu barzax dunyosi. Barzax dunyosi qanaqa bo'ladi? U yerda odamlar bir-birini qabrlariga borishadi, bir-birini ziyorat qilishadi, bir-birlarini gaplashishadi. Keyin shunaqa joyi ham bor, bittasini bir insonning qarindoshi, tanishi vafot etgan bo'ladi. U tanishi qolganlari bilan qanday desa bo'ladi? U tanishi basically tushlarida hech ko'rmaydi-da, faqat u tanishlarini, atrofdagi insonlarni ko'radi. Keyin u insonlardan nima uchun tushlarida ko'rmayotganligini so'ragan payt aytadiki, u kafanidan xijolat bo'lyapti, chiroyliroq kafan bilan o'rash kerak edi degan joyi bor edi. So it basically says like it's really important to judayam
important, essential to put on clean. Aytadi, kishilar 5 qavat kafan bilan, ayollar esa 7 qavat kafan bilan o'rilar ekan. Ularning nomlari bor edi, esimda yo'q. Let me find it. Kafanning nomlari. Keyin bitta joyini tushunmadim. Bu joyi agar insonning ruhi qabz qilinsa, ko'zi unga ergashadi degan joyi bor ekan. U joyni rostdan ham tushunmadim. Mana kishining kafani 3 o'ramdan iborat bo'lishi kerak. Rasul akramning kafanlari ham shunday edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 xil oq kiyim bilan kafanlangan ekanlar. Baxtidan oq, toza suv kiyim bo'lgan, ikkinchisi izor, uchinchisi rido deyilgan. Keyin ayollar 5 ta narsa bilan kafanlanadi. O'likni taqvodor, omonatdor, salohiyatli kishi yuvish kerak. Yani adashibman. Ayollar 5 tagacha, erkaklar 3 tagacha ekan. Shunaqa ekan, nima uchun, nima haqida gapirayotgandim? Barzax dunyosi haqida gapirayotgandim. Basically, ular bir-birini ziyorat qilishadi, unaqa qilishadi, bunaqa qilishadi, oxir zamon kelgungacha. Keyin oxir zamon kelganda esa hamma tiriltiradi shu dunyoda, dunyoga qaytarilib. Barzax dunyosi. Like basically, aytaylik, sizni birorta o'lgan tanishingiz bormi? Bor bo'lgan bo'lsa, ular hozir barzax dunyosida. Jannatda yoki jahannamda emas, chunki jannatga yoki jahannamga faqatgina oxir zamondan keyin tushilar ekan. Shuni ham yaqinda bildim. Chunki men allaqachon jannatga yoki jahannamga kirishgan deb o'ylagan bo'lardim. Yo'q, holbuki ular hozir barzax dunyosida. Keyin barzax dunyosiga tushganingizda o'sha aniq bo'ladi, qayerga borishingiz, jannatga yoki jahannamga, chunki u yerga boradigan insonlar alohida yashashadi, bu yerga boruvchilar alohida yashashadi. Alohida naqada deb eshitganman. Lekin o'sha paytning o'zida jannatga kiruvchilar uchun uylar ham ajratilar ekan. Like there's like a lot of new information that I have to learn about religion, and I found them like really fascinating because it's really mind-blowing, isn't it? I didn't really know a single thing about this Barzakh world, and it's like truly so great. Yeah. Nima uchun qabrlarni ziyorat qilishimiz haqida gapirayotgandim. Like, I didn't take any notes for this video, I just started randomly, so I kind of forgot what I was talking about. And qabrlarni tinch bo'ladi. Yoshligimizda qabrlardan qo'rqardikmi? Qo'rqardik. Chunki arvoh degan narsalardan qo'rqardik, lekin divanimiz tagida nimadir bo'lishidan qo'rqardik. Holbuki biz qo'rqayotgan maxluq o'zimizning ichimizda ekan, boshimizda. Hech qachon to'xtamaydi. G'ulg'ula solishdan, vasvasa solishdan. Keyin qabrlardan ham qo'rqardik, lekin eng tinch joy qabrlar ekan. Qabriston ekan, ya'ni. Even though it's been like really a lot since I have visited last time, I really want to visit, but I cannot find like any courage in myself to visit Qabriston. Yeah. Qabriston. Nima visit qilganimizda qalbimiz yumshaydi. Yig'laymiz, oxiratni eslaymiz, yaxshi bo'lishlikni eslaymiz, vaqtni qadriga yetishlikni eslaymiz, yaxshilikni eslaymiz. Hammamiz bir kun o'lishimizni eslaymiz, bizdan keyin hech nima hech qachon qolmasligini eslaymiz. That's all.